Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar, ya'ni IDC fizika kitobining masalalarning yechimini boshlaymiz. Ya'ni o'rtacha tezlikka doir bo'lgan 35-masalaning yechimi. Bu yerda daryodagi qayiqning oqim bo'ylab va oqimga qarshi tezliklarning o'rtachasi 10 metr sekund, harakat vaqtlari esa bir-biridan 3 marta farq qiladi. Daryo oqimining tezligini toping deydi. Bu yerda berilgan narsalar, ya'ni o'rtacha tezlik va borish, ya'ni A'dan B'ga borish, ya'ni A'dan B'ga borish, ya'ni oqim bo'ylab borsa uning tezligi V1, V qayiq plus V oqim bo'ladi va ya'ni B'dan A'ga orqaga qaytish, ya'ni V2 tezlik bilan, ya'ni qayiqning tezligiga oqim qarshilik ko'rsatadi, ya'ni V2 tezlik bilan, ya'ni bu yerda A'dan B'ga borishda S1 masofani bosib o'tsa, B'dan A'ga, ya'ni qaytishda S2 masofani bosib o'tadi. O'sha masofalar bir-biriga teng bo'ladi bu yerdan. Demak, bu yerdan ya'ni S1 masofani, ya'ni V1 tezlik bilan T1 vaqtda, S2 masofani V2 tezlik bilan T2 vaqtda bosib o'tadi. Bu yerdan o'sha tezliklarni, borish tezligi bilan qaytish tezliklarining natijaviy tezliklarni o'zaro munosabatidan mana bu V1 teng 2V2 munosabati kelib chiqadi. Bu masalamiz xuddi ya'ni bosib o'tilishi kerak bo'lgan masofani teng 2 ga bo'lgandagi o'rtacha tezlikni topish formulasidan foydalansak ham bo'ladi. Bu yerdan ya'ni o'rtacha tezligimiz, ya'ni qiymatlarni o'rniga qo'ysak, V1 tezligimiz, ya'ni V1 bilan V2 orasidagi munosabat kelib chiqdi. Bu yerdan o'rniga qo'ysak, V1 tezligimiz, ya'ni borishdagi, ya'ni mana bu tezligimizni qiymati kelib chiqadi. Keyin borish tezligi mana bu bilan, mana ikkita tenglamani o'zaro bundan qayiq tezligini topib olsak, bundan quyidagi munosabat kelib chiqadi. Ya'ni V1 ni o'rniga 20 ni qo'ydik. Mana V1 ni qiymati 20 chiqdi. O'rniga qo'ysak, V2 ni qiymati ham shu yerdan ko'rinib qoladi. Mana bu shartdan foydalansak. Endi bundan hisoblasak, ya'ni oqimni tezligi 20 taqsim 3 metr sekund chiqdi. Endi buni hisoblashni umumlashgan formulasi ham bor. Buni yozadigan bo'lsak, umumlashgan formulasi, ya'ni V oqim teng, bizlarda V oqim teng bo'ldi n kvadrat minus 1, ya'ni 4n ko'paytirish suratda V o'rtacha tezligimiz bo'ladi. V o'rtacha, ya'ni bizlarda bu yerdan n teng 3 ga teng bu yerdan. Ya'ni bu formulamiz belgilab qo'yamiz. Belgilab qo'yadigan bo'lsak, mana shunday ko'rinishda bo'ladi mana bu yerdan. Keyingi masalaga o'tadigan bo'lsak, ya'ni 36-masalamiz. 36-masalamizda, ya'ni velosipedchi 3 kilometr yo'lni 12 km/soat tezlik bilan o'tdi va yo'nalishini perpendikulyar ravishda o'zgartirib 16 km/soat tezlik bilan harakatlandi. Agar butun yo'l davomida o'rtacha tezlik 14 km/soat bo'lsa, velosipedchining ko'chishi topilsin. Ya'ni bizlarda berilgan velosiped 3 km yo'lni 12 km/soat tezlik bilan o'tdi. Yo'lning perpendikulyar, ya'ni S2 qismini 16 km/soat tezlik bilan harakatlandi. Agar butun yo'l davomidagi o'rtacha tezlik, ya'ni S2 ko'chishni bosib o'tishdagi, ya'ni butun yo'l davomidagi o'rtacha tezlik deganimiz S1 plus S2 masofani bosib o'tishdagi tezligi, ya'ni bu yerda 14 km/soat bo'lsa, ko'chishi qancha bo'ladi? Bu yerdan, ya'ni o'rtacha tezligimizni formulasidan, odatdagidek o'rtacha tezligimiz formulasidan foydalanamiz. Ya'ni S1 masofani T1 vaqtda, S2 masofani V2 tezlik bilan T2 vaqtda bosib o'tdi deb hisoblab, ya'ni jami harakatlanish vaqtini topib olamiz. Bu yerdan jami harakatlanish vaqti T2 teng 1/4 soat harakatlangan. O'sha harakatlangan vaqtini
o'rtacha tezlikka ko'paytirsak, uning bosib o'tgan S2 masofa kelib chiqadi. Ya'ni bu yerdan ko'chishni topadigan, ya'ni S1 masofamiz bu yerda 3 kilometr berilgan. Mana bu yerda bizlar topishimiz kerak bo'lgan S2 masofani mana topib oldik. Bu yerdan endi ko'chishni formulasi, ya'ni S ko'chishimiz bu yerda uchburchak hosil bo'lib turibdi. Ya'ni uchburchak gipotenuzasi deb qarasak, bu paytda ya'ni mana bu formula bo'yicha hisoblasak 5 kilometr kelib chiqadi. Xo'p, 37-masalaga o'tadigan bo'lsak, 37-masala xuddi fazoda ikki nuqta orasidagi masofani topish geometriyadan formulasiga tushib turibdi. Mana bu yerda mana o'sha formulaga qo'ysak, mana berilganlar, ya'ni koordinatalari berilgan. Har bir koordinatasi mana bu yerda mana ya'ni A'dan B'gacha nuqtagacha 4 sekundda bordi, keyin A nuqtadan bu nuqtaga 3 sekundda bordi, keyin S nuqtaga 4 sekundda bordi. Jismning ko'chishdagi o'rtacha tezligini toping deydi. Bu yerdan ya'ni jami ko'chish masofasi, ya'ni A'dan S'ga ko'chgan deb qarasak, bu paytda 7 chiqadi. 7 jami sarflangan vaqt, mana bu vaqtning yig'indisi ham 7 sekund. Shu hisobidan ko'chishdagi o'rtacha tezligi qancha bo'ladi ekan? 1 metr sekund bo'ladi ekan. Keyingi masalamiz ham xuddi shunga o'xshash masala bo'lib, buni ham qiymati xuddi shu yo'l bilan hisoblasak